Sigmund Freud Imom G'azzoliy rahimahullohu alayhidan nimani olgan bir misol bilan o'rtasidagi farqni aytib bersangiz, bitta misol o'laroq. Sigmund Freud Abu Hamid al-G'azoliydan nimani olgan yoki nimani o'g'irlagan desa, faylasuf obro'sini o'g'irlagan bo'ldi. Hech narsa olmagan ular. Sigmund Freud nazariyasida bilasiz, insoniyatni shahvat boshqaradi deydi. U o'sha shahvatini qondirishligiga yo'l ochsak, foydali ish koeffitsiyenti oshadi deydi. O'shaning uchun u erkak bilan bo'ladimi, ayol bilan bo'ladimi, qo'yib berish kerak ularga deydi. Butun dunyodagi buzg'unchilikning asosi shundan kelib chiqadi. Yaqin kunlarda Noal Harari degan odamni Sapiens degan asari o'zbekchaga tarjima qilindi. Tarjima qilganda ijtimoiy tarmoqlarda, u Facebook bo'lsin, u X bo'lsin, Instagram, har bir platformada bestseller kitob sifatida taqdim qilindi. Misli ko'rilmagan dunyoda 10 talikdagi kitob bu, eng zo'r asar, falon million sotilgan, o'zbekchaga tarjima qilishdi. Vaholanki bu asar ham soxta reklama bilan tarqatiladigan asar. Asarning ilmiy vazni yo'q. Maymundan paydo bo'lgan, maymun simonlardan Sapiens, Homo sapiens, o'sha Darwin nazariyalarini bugungi ko'rinishi. Shuni o'zbekchaga tarjima qilib tarqatishyapti. Men kitob masalasida ham, masalan, huquq masalasida litsenziya bo'lsa keyin advokat bo'la oladimi? Yo'q, men konstitutsiyasini o'qib advokatlik qila olmaymanmi? Litsenziya olish kerak bo'ladi. Litsenziya bo'lish kerak. Doktor o'qib keyin doktor bo'ladimi? Albatta. Bizni yoshlarimizni zehniyatini buzayotgan kitob tarjima qilayotganlarga ham litsenziya qo'yishimiz kerak. Bu sotuvda bor. Sapiens sotilyapti. Ichida tamomiyla bizni qadriyatimizga zid bo'lgan narsalar. Endi Noal Harari'ni o'zini Wikipediyaga yozib, shundoq qidirsangiz, jinsiy orientatsiyasi goluboy. Uni eri o'ziga o'xshagan erkak. Endi shuni asarlarini qaysidir kitob bo'yicha biz ziyolilarimiz 1000 ta kitob tarjima qilishimiz kerak. Prezident janoblarini kitobga bo'lgan tashviqotlarini biz amalga oshiryapmiz deyotganlar bizni qadriyatimizga bol turyapti. O'shaning uchun men ogohlantiraman. Xalqimizni ham, bu tashkilotlarni ham, bularning orqasidagi yashirinib o'tirib bizni qadriyatlarga lochaplashga urinayotgan parda podkasti deb ayollar o'sha qizlik pardasi kerak emas ularga degan sistemani odamlari bular. Bu xatarning orqasidagi dushman kimlarning ko'zida katta ko'rinsa-da men qo'rqmayman. Sababi xalqni ogohlantirishimiz kerak. Bu xatarning orqasidagi dushman kimlarning ko'zida katta ko'rinsa-da men qo'rqmayman. Sababi xalqni ogohlantirishimiz kerak.